Assalomu alaykum aziz kitobsevar kitobxonlar. Bugun sizlarga muhabbat haqida yozilgan jahondagi eng ajoyib durdona asarlardan Chingiz Aytmatovning Jamila qissasini tavsiya qilishimdan nihoyatda xursandman. Chingiz Aytmatov 20-asr qirg'iz adabiyotining eng iste'dodli va yirik namoyandalaridan biri hisoblanadi. Adibning ilk bora xalqaro miqyosda tanitgan 1958-yilda yozilib, jahon xalqlarining 40 dan ortiq tillarida tarjima bo'lgan asar bu Jamila qissasi hisoblanadi. Bu asarni fransuz tilida o'girgan Louis Aragon muhabbat haqida yozilgan eng ajoyib qissa deb baholadi. Adibning badiiy publitsistik asarlari o'zbek tilida mohirona mahorat bilan tarjima qilingan va kitobxonlarning sevimli asarlariga aylangan. Bugun sizlarga Chingiz Aytmatovning Jamila asarining ulug' g'oyasi va maqsadlari haqida so'zlab bermoqchiman. Asarning badiiy barkamolligi, g'oyat samimiy va soddaligi uning qiymatini yanada oshirgan. Insonlar qalbida ezgulik, ularni bir-biriga mehr-oqibatli qilib tarbiyalashda, o'zlarining va o'zgalarning muhabbat tuyg'ularini e'zozlashni o'rgatishga Chingiz Aytmatovning Jamila asariga o'xshagan go'zal qissalarning o'rni beqiyos. Asarda urush yillarida ovul hayoti, odamlarning mashaqqatli turmushi va jamiyatning birgina bo'lagi aks ettirilgan. Asar Jamilaning qaynisi Seyid tilidan hikoya qilinadi. Jamila oddiygina bir qishloq qizi. Ammo uning bolalarcha samimiyligi, soddaligi har bir kitobxonning diqqatini o'ziga jalb etadi. Jamila katta oilaga tushgan yangi kelinchak. Urush ularning oilasiga nafaqat hijron, ayriliq, balki parokandalik ham olib keladi. Turmush o'rtog'ini frontga uzatgan kelinchak dalaga chiqib mehnat qiladi. Og'ir mehnatlarni zimmasiga oladi. Urush nafaqat erkaklarni, balki ayollar, keksalar, bolalarni ham baravar mehnat qilishga majbur qiladi. Hatto shu ovul farzandi frontdan bir oyog'i oqsoq bo'lib qaytgan Doniyorni ham sog'lom odamlar qatorida ishlashga, mehnat qilishga majbur qiladi. Doniyor kamgap, og'ir, vazmin tabiat qahramon. U haqiqatdan ham sevishga va sevilishga munosib qahramon hisoblanadi. Bu asarda faqatgina chin sevgi emas, urush yillarida biz bilmagan kechinmalar, odamlardagi samimiylik va odamiylik yaqqol aks ettirilgan. Bu asarni o'qigan har bir kitobxon kitobdagi barcha qahramonlar hayoti bilan birga yashaydi. Xayolan o'zini qahramonlardan biri deb o'ylaydi. Ayniqsa Jamila va Doniyorning sof tuyg'ularini o'qigan kitobxonning qalbida larza paydo bo'ladi. Chin muhabbat sohibi bo'lish uchun faqatgina go'zallik emas, qalb go'zalligi ham kerak bo'ladi. Jamila bu jihatlarni Doniyordan topadi. Asar yurakdan yozilgan. Tengsiz ijodkordan tengsiz asar bizlarga meros qoldi. Chingiz Aytmatov mana shu asari uchun Yevropada juda qadrlangan. Chunki Jamila o'z erki va qadr qimmati uchun kurashgan ayol bo'lib tasvirlangan. Qissa va undagi obrazlar Jamila timsoldagi qizning hayotiy kechinmalari haqida ma'lumotga ega bo'lishlaringiz uchun siz aziz kitobxonlarga Chingiz Aytmatovning Jamila qissasini o'qishlaringiz uchun tavsiya etaman.